Omborxona jarrohlik bo'limining yovuzona bir nusxasiga aylantirilgan edi. Hayotni saqlab qoluvchi uskunalar o'rnida zang bosgan, qonga belangan zanjirlar turardi. Skalpellar o'rnini o'tmas pichoqlar egallagan. Shifoxona xalatlari esa qizil rangli, kapyushonli marosim liboslariga almashtirilgan edi. Sektantlarning jirkanch, tushunarsiz tildagi qichqiriq va ibodatlari qayta-qayta yangrardi. Homilador ayol qon bilan chizilgan marosim doirasining ustida joylashgan iflos operatsiya stolida yotardi. Sektaning yetakchisi oldinga chiqdi. U qo'lida marosim xanjarini mahkam ushlab turardi. "Ey ulug' Scarlet King, oldingda turgan bu idishni nopokliging bilan muborak qil va dunyo yakunlovchilarining 7-sini ato et." U yovuz xanjarni ikki qo'li bilan mahkam ushlab, mutlaq ishonch bilan boshidan yuqoriga ko'tardi. Ular o'zlarining xudosini insonlar olamiga olib kelishga qat'iy bel bog'lagan edi. "Men o'zimni senga qurbon qilaman, ey shohim." Birdan bang! Eshiklar portlab ochildi. Agent Raven ularni kuch bilan buzib kirdi. "To'xta! Bu nima balo bo'ldi?" U ko'z o'ngidagi jirkanch manzarani ko'rib darhol g'azabga to'ldi. "Sizlar, iflos maxluqlar, barchangizni dozoxga yuboraman." U o'ylab o'tirmadi. Raven ularni o'qqa tutdi. Xonadagi hamma narsa idlisona va to'xtatilishi kerak edi. "O'lib ket! Ha!" Raven o'qdan bo'shaguncha tepkini bosishda davom etdi. Qurol faqat quruq chiqillab qolgandagina u to'xtadi. Raven miltig'ini uloqtirdi, ammo qo'llari titrashdan to'xtamasdi. Shunda juda past, zo'rg'a eshitiladigan kulgu yangradi. Raven qo'shimcha qurolini chiqarib, telba e'tiqodchiga tashlandi. U qurolni uning peshonasiga tiradi. "Nimasiga kulyapsan? Hozirning o'zida seni o'ldirib tashlashim mumkin." "Juda kech, SCP fondi. Buni to'xtata olmaysizlar. Marosim yakunlandi." "Hoy, nima deyapsan?" Birdan xonani quloqni teshib yuboradigan qichqiriq larzaga soldi. "Qaranglar, Scarlet Kingning 7-farzandi, dunyolar kushandasi, qiyomat keltiruvchisi." "Yo'q!" Raven ayol tomon yugurdi. Ayol stol ustida dahshatli og'riqdan qaltirab yotardi. U ichki kurash ichida qolib ketdi. U dahshatli narsani tug'moqda. Uni otib tashlaymi yoki qutqaraymi? Ammo qanday? Ravenning boshi yorilib ketay deb turardi. Ammo baribir kech edi. Marosim yakunlangandi. Scarlet Kingning 7-farzandi, o'sha dunyolar kushandasi, qiyomat keltiruvchisi tug'ildi. Ularning qarshisida esa oltin rangli, shilimshiq, yarim shaffof bir narsa turardi. Deyarli jelega o'xshardi. U hatto jigarrang kuchukchadek zararsiz ko'rinardi. Yangi tug'ilgan mavjudot g'ildirab, qiziqqon kuchukchadek atrofni hidlab sudiralardi. "Nima?" Salom hammaga. Men O'chirg'ishman. Bugun sizlarga SCP fondining Safe toifasiga mansub obyekt SCP-999 haqida hikoya qilamiz. SCP-999 katta, shaklsiz, yarim shaffof, to'q sariq rangli jelatin massasi ko'rinishiga ega. U taxminan 54 kilogramm og'irlikka ega bo'lib, yeringoq pastasiga o'xshash moddadan iborat. 999 o'z shakli va hajmini istagancha o'zgartira oladi. Ammo odatda gumbazsimon shaklni afzal ko'radi. Uning tanasi noma'lum yopishqoq to'q sariq modda bilan to'lgan. Shuningdek, u organik moddalarni osonlik bilan yeb, hazm ham qila oladi. 999 ning tug'ilishidan maqsad dunyoni yakunlash, uni tartibsizlik va vayrongarchilikka botirish edi. Ammo haqiqat bundan mutlaqo boshqacha chiqdi. Dahshatli kelib chiqishiga qaramay, u nihoyatda muloyim va fond xodimlari tomonidan juda yaxshi kutib olingan. 999 deyarli har kimni quchoqlashni va bag'riga bosishni yaxshi ko'radi. Shu bilan birga yoqimli g'uldirash ovozlarini chiqaradi. Unga shunchaki tegishning o'zi ham eng baxtsiz insonlarga taskin va baxt hissini beradi. Bu esa Scarlet King farzandlari tasavvur qilgan o'lim xudosidan mutlaqo farq qiladi. Aslida SCP-999 tug'ilgan tun dunyo tugashi kerak bo'lganiga ishonish juda qiyin. Qutlovchi maxluq. Tasavvur qilishingiz mumkin bo'lgan eng uzoq, ammo odamlar tan olishni istamaydigan darajada bizga yaqin bo'lgan olamda mavjudotlardan eng kuchli va dahshatlilaridan biri yashaydi. Scarlet King faqat vayron qilishni o'ylaydigan mavjudot. Har bir istagi azob va halokat olib kelishga qaratilgan. Yovuzlik va yo'qlikning timsoli bo'lgan bu mavjudot bitta zanjir bilan jilovlab turiladi. Afsonalarga ko'ra, u butun dunyoni zabt etish va yo'q qilish qudratiga ega. Hatto quyi qadimgi ilohlar ham undan ehtiyot bo'lishgan. Shu sababli Scarlet King multikoinot darajasidagi tahdid sifatida tasniflangan. Uning tasviri turli manbalarda turlicha. Chunki haqiqiy ko'rinishini anglab bo'lmaydi.
kim qarasa unga boshqacha namoyon bo'ladi. Aytishlaricha, Scarlet King insoniyatning zamonaviy hayotdan noroziligining ifodasidir. U salbiy hissiyotlar bilan oziqlanadi va unga qarshi chiqqanlarni aqlsizlik bilan zaharlaydi. Shu sababli u izdoshlar tomonidan nopoklik ilohi sifatida sog'iniladi. Ayniqsa Scarlet King farzandlari deb ataluvchi sekta tomonidan. Scarlet King farzandlari insoniyatdagi zaiflikni yo'q qilishni maqsad qilishgan edi. Ular tinchlik va erkinlik g'oyalarini rad etib, cheksiz urushlarni targ'ib qilishardi. Bu sekta doimo o'z jinoyatkor xudosini qamoqdan ozod qilish uchun marosimlar o'tkazardi. Shunday marosimlardan biri 7 nafar yosh qizni tayyorlashni o'z ichiga olgan edi. Ular xo'jayinining dahshatli avlodlarini dunyoga keltirish uchun idish sifatida tanlangan. Ularning maqsadi nima edi? Yangi tartibsizlik va vayrongarchilikning davrini boshlab berish. Har bir tug'ilish avvalgisidan ham ko'proq halokat olib kelgan va 7-chi, so'nggi tug'ilish qiyomatni boshlab berishi aytilgan edi. Ammo 7-chi kelin boshqalarga o'xshamasdi. Uning irodasi Scarlet Kingning zulmi ostida sinmadi. Shu sababli u tushunib bo'lmas dahshatli mavjudotni o'rniga SCP-999 ni dunyoga keltirdi. Umid qilamizki, bir kun kelib u o'zining 6 ta aka-ukasini mag'lub etadi va hatto otasi Scarlet Kingni ham taxtdan ag'darishi mumkin. Hozircha 999 SCP fondi ichida o'z uyini topgan. Uning mehribon tabiati va o'ynoqi fe'l-atvori xodimlarning ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 999 hatto xodimlar bilan quvnoq qitiqlash kurashlarini ham o'tkazadi. Ayniqsa o'zining sevimli insonlari bilan. Hey, bas qil. Yo xudo, joyi bas faqat iltimos. Ammo ba'zida haddan tashqari hayajonlanib ketganida, o'lchami sababli u tasodifan raqibga zarar yetkazish ham mumkin. Qo'lim. Hech yo'q, xavotir olma. Bu sening aybing emas. Buni tuzatish mumkin. Faqat tibbiyot bo'limiga yetib olishim kerak. So'nggi paytlarda 999 Dr. Jack Brightning terapiya mashg'ulotlarida ham yordam bermoqda. Bu mashg'ulotlar ruhiy jarohat olgan fond xodimlariga yordam berish uchun o'tkaziladi. Missiyadan so'ng agent Raven ham Dr. Bright huzuriga chaqirildi. O'shandan beri qo'llarim titrashdan to'xtamadi. Hali ham titrashni his qilaman. Men o'zimni to'xtata olmadim, lekin to'g'ri ish qilganimni bilaman. Yo'q, xudo, men uni o'sha yerning o'zida o'ldirishga juda yaqin kelgandim. Bechora ayol. U bunga loyiq emasdi. 999 mayin g'ildirab, pushaymon bo'lib o'tirgan agentga suykaldi va uni yupatdi. Agent Raven, agar siz bo'lmaganingizda u omon qolmasligi ham mumkin edi. Eng muhimi, hozir u xavfsiz. Siz o'sha do'zaxdek joyda juda ko'p yaxshilik qildingiz. Siz bir inson hayotini saqlab qoldingiz va fond uchun ajoyib obyekt olib keldingiz. To'g'ri qildingiz. Faxrlanishga arziydi. Darhaqiqat, o'sha kecha tug'ilgan mavjudot qiyomat keltiruvchi emas edi. Oltin rangli massa o'layotgan sekta tomon sudralib borganda, u hayotda hech qachon his qilmagan huzurni tuygan edi va bir lahzaga pushaymonlikni ham. Sekta yetakchisi insoniyatning ezguligi uning rejasini barbod qilganini bilgan holda ham yuzida tabassum bilan jon berdi. Hayotning o'zi ham shunday ziddiyatlardan iborat. Agent Raven oldinga yurib, to'q sariq shilliqni qo'liga oldi. Unga tegishi bilan Raven qalbida osoyishtalik paydo bo'ldi. Zulmat dengizidagi kichik bir umid nuri kabi. Hozir SCP-999 ga fond ichida erkin harakatlanishga ruxsat berilgan, ammo har kuni soat 20:00 dan 21:00 gacha uxlash uchun o'z xonasida bo'lishi shart. Shuningdek, favqulodda blokirovka vaqtida ham xavfsizligi uchun xonasida qoladi. 999 tunda saqlash hududidan tashqariga chiqishi mumkin emas va hech qachon majmua hududidan tashqariga olib chiqilmaydi. Uning xonasi doimo toza saqlanishi kerak. Ovqati esa kuniga 2 marta almashtiriladi. Tanaffusdagi fond xodimlariga uning oldiga kirib muloqot qilishga ruxsat beriladi. 999 zeriksa u bilan o'ynash kerak va unga doimo tinch, tahdidsiz ohangda gapirish lozim. Bugungi videoyimiz sizga yoqdi degan umiddaman. Like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha belgisini bosishni unutmang. Keyingi safar qaysi SCP-ni ko'rishni xohlaysiz? Takliflaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar yana SCP kontentlarini tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, kanaldagi boshqa videolarni ham ko'zdan kechirishingiz mumkin. Har doimgidek, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.